Mana shu yerda hozir qancha odam o'tiribsiz? İçimizde eng yaxshi odam, eng obro'li odam, eng yaxshi farzand tarbiya qilgan odam desam qo'shilasizlarmi? U minib yurgan mashinamiz bilan bizni obro'yimiz, mahallada ko'tarib qo'ygan imoratimiz bilanmi bizni obro'yimiz, yo hozir egallab turgan mansabimiz bilanmi? Insonning obro'si qanday farzand tarbiya qildi, qanday oila barpo qildi? Mana bu bizni yuzimiz. Al-valad sirrul validayn. Farzand ota-onaning siri, yuzi. Bizni isbotimiz, bizni mehnatimiz, bizni kimligimiz mana shu farzandlarimiz. Chunki farzand ota-onaning mehnatining mahsuli bu farzand. Noqobil bo'lsa, demak ota-onaning kamchiligi. Qobil farzand, yaxshi farzand bo'lsa, ota-onaning mehnati, samarasi, duolari. Shuning uchun azizlar, bugun farzand tarbiyasidan muhim ishimiz yo'q bugun. Mehnat qilyapsizlar. Nima uchun mehnat qilyapsizlar? Bola chaqa deb, ro'zg'or deb. Mana hozir shu o'rta yosh, mana shu 40 yosh atroflardagi yigitlarimiz yelkasidagi tashvish, shu to'y qilaman, qiz uzataman, bolamni o'qishga kiritishim kerak, farzandlarni o'qitish, uylantirish, uzatish, imorat qilish, bola chaqa bilan. Ota-ona farzand uchun yashaydi. Farzand uchun mehnat qiladi. Farzand uchun gunohkor bo'ladi. Yangiobodda bir hoji otamiz bor edilar. Alloh rahmat aylasin, o'tib ketdilar. Mana shu ota aytardilarki, onam otamdan 21 yoshda qolgan ekanlar. Otalar urushga ketgan ekan. Shu bilan bedarak ketib, men katta farzand va bir singlimiz tug'ilgandik. 21 yoshda qolgan onam 83 yoshda o'tdilar. 21 yoshdan 83 yoshlariga qadar otamni kutib yashadilar. Eshik taqillab qolsam ham onamga qarasam, xuddiki onam shoshib ketib, onamni tasavvurida otam kelib qoladigandek shu hovliqardi onam. Bu ayollarning bardoshi nimadan? Eriga bo'lgan sadoqatidan, vafosidan. Ayolni qadrlash, hurmat qilish inson yoshi katta bo'lgani sari ayolning o'rnini tushunib boshlaydi. Hozir turmush qurgan yoshlar bir-birini tushunmaydi hozir. Men shu nikohga kelgan yoshlarga aytaman-da, sizlar bir tanishsizlar xolos. Bir-birini bir marta, ikki marta ko'rgan tanishlar xolos. Hali bir to'liq mehr, muhabbat shakllanmagan. Bir-birini qo'llash, quvvatlash. 20 yil yashab qo'ygan oila bilan hozir turmush qurayotgan oilaning farqi bor. 20 yil yashagan bilan 40 yil yashagan oilaning farqi bor. Inson qancha ko'p yashagani sari bir-biriga izzat va hurmati oshib boraveradi. Bugungi kunda ham bizni onalarimiz, azizlar, men dunyodagi eng mo'tabar onalar bizni onalarimiz desam mubolag'a bo'lmaydi. Bizni onalarimizga, otamizga bo'lgan itoat, xuddiki Xudoga itoat qilgandek itoat, ularni qilgan mehnati, qo'ni qo'shni qavmi qarindoshga bo'lgan xizmati dunyoda yo'q azizlar. Bizni onalarimiz tabarruk onalar. Biling, sizni ayolingiz soliha bo'lsa, o'zingizga yarasha yashab turgudek uyingiz bo'lsa, man kana lahu baytun va xodim fa huwa malik. Kimni o'ziga yarasha yashab turgudek uyi bo'lsa va xodim, xizmatini qiladigan ayoli, bola chaqasi bo'lsa, fa huwa malik, u sulton, u podshoh dedilar. Akalar, hammanglar mana shu yurishinglar bir podshohlik, bir sultonlik. Bundan katta ne'mat yo'q. Sizga Alloh soliha ayol berdimi? Bu juda katta Allohning ne'mati. Namoz o'qib yurgan odamning farishtasi bo'ladi. Buni payqaysiz. İbadatli odam bilan ibodatsiz odamning chehrasida o'zi farq bo'ladi.
o'sha farishta unga munavvarlikni beradi. Chehrasida bir siymosidan nur bo'ladi. Sarvari koinot Imomi Buxoriy rivoyati bilan marhamat qiladilar. Agar sizlardan birortangiz namozda qoim bo'lsa va uni hali namozni ushlab turgan bo'lsa, ya'ni namoz o'qib turgan bo'lsa, farishtalar Alloh uning gunohini kechirgin, unga rahim qilgin deb u namoz o'qib turgan holida farishtalar uning haqqiga duoda bo'lib turadi. Bu narsa u odam toki namozidan turib ketmagunicha yoki namozdan boshqa bir ishga kirishmagunicha davom etadi deb marhamat qildilar. Biz toki namozda ekanmiz, namozxon odamni farishta duo qiladi. Bizning gunohimizni so'raydi. Bizning haqqimizga inshaalloh Alloh taoladan shafqat so'raydi. Bizni uyimizni sultoni otamiz bo'ladi. Imomimiz, rahnamoyimiz, biz uchun haqiqiy timsol bu otamiz bo'ladi. Ota kim? O'zbek imlosida 3 harf ota so'zi. Arab imlosida 2 harfdan iborat. Juda ham oz harflar ishtirokida yozilsa-da, ma'no mazmun jihatidan ulkan ma'noni ifoda etadi. Ota u yelkasida farzandini ko'tarib hammaga maqtangan. Ota u biz uchun ham, onamiz uchun ham kerak bo'lsa, onamizni ko'ksidagi sutni ham paydo bo'lishiga otamiz sababchi. Onamiz o'sha otamizni nonini yeb, onamizni ko'ksida sut paydo bo'lgan. Aslida o'sha sutning ham egasi ota bo'ladi. Ota mana shunday hurmatga loyiq. Ulug'lardan qaysi mazhabdasiz deb so'rasalar, otamni mazhabidaman debdilar. Men Imom Azam Hanafiy mazhabidaman desalar bo'ladi. O'rtaga otani qo'yib, otamni mazhabidaman debdilar. Haqiqatdan musulmon farzandichalik otasini ulug'lagan biror bir xalq yo'q. Musulmonlar otani haqiqiy o'rniga, maqomiga qo'ya oladigan. Avni ibn Abdulloh aytadilar, farzand olim, 30 pora Qur'oni bor, ilmi bor, otani ilmi yo'q, oddiy namozxon. Jamoa bilan birgalikda otasiga ham imom bo'laversin. Otasi bilan yolg'iz qolganda odob yuzasidan otani oldiga chiqmasin debdilar. Ota chiqsinlar imomlikka, farzand orqada tursin. O'sha qori yigit olim bo'lsa-da, shayx bo'lsa ham ilm yo'q, otani orqasiga ergashsa odobga to'g'ri keladi debdilar. 30 pora Qur'oni bilan otani oldiga chiqa olmagandan keyin ota oddiy odam bo'ladi. Ba'zi bir yigitlar aytadi-yu, ota-onam oddiy odamlar. O'zim o'qib, intilib, harakat qilib, qoqilib, so'rilib shu darajaga erishdim deb. Mana shu gapni to'g'rilaylar yigitlar. Ota-onam oddiy degan so'zni o'rniga ota-onam ulug' insonlar deb aytinglar. Ota-onamiz boshqalar uchun oddiy bo'lishi mumkin, lekin farzand uchun ota-ona oddiy bo'lmaydi. Otamizdan, onamizdan biz uchun ulug' inson yo'q. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, oddiy bir dehqon bo'lsa ham, siz olimu, shayxu, murattab qori bo'lasizmi? Otamizni oldida biz ham hech kim emasmiz. Masalan, meni hozir shu yerga tepaga chiqarib qo'ydinglar. Sizlarga va'z aytyapman. Bir katta masjidni imomiman. Hammanglar menga qarab turibsizlar, suhbatimni eshityapsizlar. Sizlarni oldinglarda hurmatim bo'lishi mumkin. Lekin otamni oyoqlarini patak emasman. Farzand shunday deb bilish kerak. Ota oyog'ini patagiga ham to'g'ri kelmaydi farzand. O'zini shunday kamtar tutish kerak. Otam, onam deb yursanglar, yigitlar, kam bo'lmaysizlar. Opajon, sizni bir sog'inib ketdim. Onamni sog'insam sizni ko'rgim keladi. Sizni ko'rsam onamni ko'rganday bo'laman. Taftim bosiladi. Inson faqat ish bilan emas-ku, axir oqibat. Aka-uka, opa-singilni holidan xabar olish kerak. Men o'ylaymanki, shu katta o'rta yosh odamlar hammamiz ismimizni otalarimiz, bobolarimiz, buvilarimiz qo'yishgan, to'g'rimi? Hozir 22 yosh yigitcha
otasi bor, onasi bor, dodasi bor, buvisi bor, hech kimdan so'ramayapti. O'zi bor ism qo'yib kelyapti. Qani bu odob? Odobli farzand otajon, onajon, nabira muborak bo'lsin. O'zinglar bir tabarruk qilib ism qo'yib beringlar. Ota o'zi yetimlik bilan katta bo'lgan, shu kunlarni havasi bilan yashab turibdi. Alloh bir nabira berdi, ichida bir havasi bor. Alloh nasib etib bir nabira bersa falon ismni qo'yaman. Yoki qiz nabira bersa onamni ismini qo'yaman degan ichida bir havasi bor. Bu yoqda farzand so'ramasdan ism qo'ydi. Odob yuzasidan ismni kattalar qo'yadi. Payg'ambarimiz alayhissalom davrlarida ommatan sahobalar farzand ko'rsa Rasulullohning huzurlariga olib kelishardi. Tabarrukan Rasululloh ism qo'yardilar. Tabarrukan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tanglayini ko'tarib qo'yardilar. O'zi borib raddomga, tug'ruqxonaga borib o'zi azon etib kelyapti. Haligi yigit qulog'iga azonni etib, ismini qo'yib, hammasini bajarib kelyapti. Odobsizlik bu yigitlar. Odobsizlik. Adab yuzasidan bu kattalar, yoshi ulug'lar, fazilatli insonlar, ulamolar, ahli ilmlar, shu jamiyatda yashab turgan ulug'larga bu vazifani topshirish kerak. Vaqtda go'yoki bir tezlashib ketgandek tuyulishligini sababi ulamolarimizning ta'rifi bo'yicha ikkita holatda. Birinchisi, bizning imkoniyatlarimiz tezlashib ketdi. Masalan, Toshkentdan Marg'ilonga ilgari 3 kunda borishgan. Angren tog'laridan o'tib. Otda. Hozir 3 soatda borishyapti. Toshkentdan Madinaga 2,5 oyda borishgan. 3 oyda borishgan. Otda, ulovda, piyoda. Hozir 5 soatda borishyapti. Bizni imkoniyatlarimiz tezlashib ketdi. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab, biz bugungi kunimizni bolaligimizga qiyos qilamiz. Bolaligimizda 3 oylik kanikul o'tmasdi, shundaymi? O'quvchi bo'lganlar, hammanglar o'quvchi bo'lgansizlar. 1 yildek tuyulardi. Mayning oxirida kanikulga chiqardik ta'tilga. Sentyabr kelmasdi dedi. Go'yoki 1 yildek tuyulardi. Cho'milib yurgan arg'ularimiz juda katta-katta arg'ulardi. Hozir borib ko'ring, u kichkinagina ariqcha ekan o'zi aslida. O'ynab yurgan tepaliklaringizni borib bir ko'ring. Kichik bir tepalik ekan, lekin bolaligimizda juda katta ko'ringanda, arg'ular juda katta ko'ringan. O'sha tepaliklar, baland tepaliklar ko'ringan. Bir muddat uzoq ko'ringan. Bolaning nazarida shunday bo'ladi. Sajdaga peshonasini qo'ygan odam ham qanday kibr qilish mumkin? Qanday kibr qiladi? O'zing sajdaga qilyapsan, yerga qo'yyapsan-ku boshingni. Hech kim emassan, ey banda deyapti Alloh taolo. Qalbida zarracha, misqolcha kibri bor odam jannatga kirmaydi. Pastda qolib ketdim. Ertaroq kelganimda yuqorida o'tirardim degan xayol keldimi? Demak kibr bor. Alloh berdi demaydi. Manmanlik mana shunaqa bo'ladi. O'zidan deb biladi. O'zining kuchidan, aqlidan, ilmidan deb biladi. Kibrlilar odamlarning oyog'ini tagida chumolining hajmida tiriladi. Kibri bo'lganligi uchun xotiniga qattiq gapiradi. Qo'ying endi, ikkita bolasi bor ekan, kechiring desa kechirmayapti-da. Kelinini kechirmayapti. Iymoni butun odam kibr qilmaydi. Kibrning eng katta ko'rinishi bu Allohga kibr qilish. Imom Azam aytadilar, soch olishni odobini men olim bo'lib sartaroshdan o'rgandim dedilar. Inson qaysi jihatdan kibrlanadigan bo'lsa, o'sha jihatini o'ylab ko'rsa, o'zi hech kim emasligini anglab yetadi. Kim jada min fadlihi qabla as-suali wa kam. Bola chaqa boqish oson bo'ptimi? Mana yigitlar hammanglar ko'cha kuyda yurasizlar. Kimdandir xafa bo'lasiz, tortishasiz, asabingiz buziladi. O'sha tushkun kayfiyat bilan uyga kelasiz. Uyda erkak kishi taft topish kerak. Mehr topish kerak. Onasi o'tib ketgandan keyin o'sha mehrni odam ayolidan, qizlaridan izlaydi. O'sha darajada mehr va taft bera olishligi kerak. Ayolni bu holga kelish uchun
birinchi navbatda siz undan oshig'i bilan ayolni qadrini, hurmatini o'rniga qo'yishingiz kerak.